qarz so'raydiganlarning niyati buzuq bo'lganligidan to'la olmaydi. Shunday odamlar bo'ladi, savdogarlar hammasi ham boy emas. Oldiga qo'yib olgan narsani bunday qarasangiz, kunini zo'rg'a o'tkazadigan savdogarlar bor. Shu ozgina 10 ming, 20 ming qolsa bolamga non olib kiraman deydiganlar bor. Sizlar o'zingizlar birovlardan emas, o'z tomoningizdan 6 ta narsaga kafolat beringlar. Shunda sodiq turinglar. Men sizlarni albatta jannatga kirishinglarga men kafolat beraman degan ekanlar. Gapirganda rost gapirish. Bu shuni o'zi hamma odamni uyoqli qilib tashlaydi-da. Hatto odamlar savdoda yolg'on gapirishlik odatiy hol. Yaxshisi deb gapirishlik go'yoki shunchaki gap bo'lib qoldi-da. O yaxshisimi bu? O'sha sifatlisimi? Mana shunday muddatgacha sinasa o'taydiganimi desa, ha deyaptimi? Aslida o'sha sifatga ega emasmi? Shu odam yolg'on gapirdi. Lekin tijoratchini oldida shu gap oddiy gap bo'lib qoldi. Savdogarga ming bir va'dalarni berib, ming bir yolg'onlarni to'qib borib, o'zini kambag'al qilib ko'rsatib, "Ha, endi shuni demasang bermaydi" deb aldayapti. Savdogar qanaqa aldab gunohkor bo'lsa, mana xaridor ham yolg'on to'qib savdogarni aldadimi, bu ham gunohda bir xil. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Val aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadi va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammalarimizni tinchlik, xotirjamlikda, salomat iymon bilan ibodatning ustida ulug' Sayyidul ayyom hajjil masokin juma kunini juma namozini ado qilishlik maqsadida o'zini baytiga muhabbat qilib, ixlos bilan o'z baytida jamlab qo'ygan Robbimiz Alloh taologa o'zini buyuk mulk saltanati miqdoricha hamd va sanolar bo'lsin. Alloh taolo barchamizga bu ne'matni bardavom qilsin. Tanamizda ruhimiz bor ekan, qalbimizdagi iymon, tanamizdagi sihat salomatlik, qalbimizdagi bo'lgan Allohni ibodatiga bo'lgan rag'bat va muhabbatni Alloh to o'lgunimizcha bizdan so'ndirib qo'ymasin. Alloh bunday ibodatda bizlarni bardavom qilsin. Yana bir bor ushbu Sayyidul ayyom hajjil masokin juma kuni Alloh hammalarimizga bu kunni muboraklik qilsin. Alloh taolo bu kunda sizni biz mo'min bandalariga qanday ulug' rahmat va barakotlarni iroda qilgan bo'lsa, hamma yaxshilikdan umidvormiz. Alloh hammalarimizga yaxshiliklardan o'zi nasibador aylasin. Azizlar, bugun sizlar bilan suhbatlashadigan mav'izamizni mavzusi bir oyat tafsiri deb nomlangan. Ushbu kundagi qilinadigan oyat karimani tafsiri o'zi bir oyat, lekin insonning hayotini, islomini go'zal qilishlikka, islom arkonlarini, ana o'sha mo'minlik, musulmonlik burch vazifalarini bajarishlik uchun yetarli bir yo'llanma bo'lishlikka arziydigan oyat hisoblanadi. Muhim oyatlardan. Bu oyat karimada Alloh subhanahu va taolo insonlar o'rtasidagi yaxshilikni bayon qilgan. Yaxshilik nima o'zi deb Alloh taolo shu oyat karimada Alloh ta'rif bergan, yaxshilik nimadan iborat ekanligini. Chunki insonlarga qo'yib bersa, hayoti dunyoda hamma har xil jamiyatda yashaydi, har xil zamonni ko'radi, har xil muhitda katta bo'lgan, bir oila bilan ikkinchi oilani hatto muhiti to'g'ri kelmaydi. Bu jamiyatda yashab turgan insonlarni ikkinchi bir dunyoning nari chekkasida yashab turgan jamiyatiga to'g'ri kelmaydi. Nari dunyoda yashab turgan o afrikalik yarim yalang'och yurgan insonlar ham zo'rman, yaxshiman, baxtliman, pasimda yoponchig'im bor deb xursand bo'ladi. Yoki deylik dehqonlar qanday desa bu yil hosil yaxshi bo'ldi deydi. Demak, bundan ma'lum bo'ldiki, yaxshiligini hamma mutlaq yaxshiligiga e'tirof qiladi. Lekin yaxshilikni turi qanday ekanligi haqida ixtilof qiladi deydilar ulamolarimiz. O'zi yaxshilik nima? Allohning huzuridagi bo'lgan bandalari uchun haqiqiy yaxshilikni o'sha qaricha, ya'ni mezoni nima? Uni Alloh o'rgatgan. Ya'ni insonning holatiga qarab tashlab bersa, inson o'zini aqli, idroki, yashash tajribasidan kelib chiqib, ha mana bunday ishlar yaxshi ekan, bunisi noto'g'ri ekan. Kasb va hunardan keladi yoki bo'lmasam aytaylik, o'sha ota-bobolari qilib kelgan urf va odatlarni qilishligi bilan ha ota-bobolarimiz shunday qilgan ekan deb o'tga sig'inganlari bo'lyapti, har xil mollarga sig'inib ketganlari bo'lyapti. Mana shu kabi yaxshilik haqida har kim o'zini nimasini,
ana o'sha qarichi bilan belgilaydi. Lekin Allohni yaxshilik haqidagi ta'rifi nima? Inson yaxshilik deganda nimani e'tiborga olishi kerak? Hamma birov masalan aytaylik, bir jamiyatda yashaydigan inson mana u yaxshilik ekan desa, unga qarab yugurib ketaversa, bitta odam chiqib yaxshilik mana bu yoqda desa, unga qarab yugurib ketaversa, unda inson ulgura olmaydi, o'zi qisqagina umri bo'lsa. Ana endi mana shu tarzda insonlarni yaxshilik deganda nimani e'tiborga olishigini Allohning o'zi ko'rsatgan. Qanday ham Allohning marhamatiki, bandalariga Alloh mana u yaxshi. Yaxshilik deganda tinch, xotirjam, hech qayting og'rimasdan osmonga qarab yotaverganing ham bu yaxshilik emas. Yaxshilikni shunday o'ylaydi-da inson. Tinchman, xotirjam, bola chaqalarim oldimda yugurib yuribdi, zavodlarim tutib yotibdi. Qasra-qasur har kuni shotimga millionlab pullar tushib turibdi. Inson qarachi shu, qo'yib bersangiz. Lekin yaxshilik nima desa, Alloh buni mana shu borada Qur'oni Karim oyatlarida, Baqara surasini 177-oyatida yaxshilikka ta'rif berib Alloh shunday marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Laysal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal maghrib. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Sadaqallohul azim. Alloh taolo marhamat qiladiki, yuzlaringizni mag'rib va mashriqqa qarab burishlaringiz bu yaxshilik emas. Bunday qilsam yaxshilik bo'ladi, bunday qilsam yomonlik bo'ladi. Go'yoki o'zingizni harakatingizga bog'lamang. Yaxshilik unday emas, balki yaxshilik shuki, birinchi o'nlikda Allohga iymon keltirish bu yaxshilik. Bu yaxshilikni eng afzali Allohga ishondingizmi, eng katta yaxshilikni topasiz. Allohga bo'lgan ishonchingiz, iymoningiz bu birinchi eng yaxshilik. Oxirat kuniga iymon, farishtalariga iymon, kitoblariga iymon, payg'ambarlariga iymon keltirishlik mana bu yaxshilikdir. Va o'zi yaxshi ko'rgan molidan, ya'ni inson o'zi yaxshi ko'rgan molidan o'z qarindoshlariga, yetimlarga, miskinlarga, musofirlarga, soilu ana o'sha tilanib kelganlarga va qullarni ozod qilishlik yo'lida beradigan moli infoqlari yaxshilik. Ya'ni moli dunyoni nimaga sarf qilyapti? Qimorga emas, kim o'zarga maqtanishlik uchun emas, manmanlik uchun emas, sarf qilayotgan moli dunyosi kambag'allarga, yetim yesirlarga, qavmi qarindoshlariga infoq qilishlik uchun sarf qilayotganligi mana bu yaxshilik deyapti Alloh. Va yaxshilik shuki, namozni to'ks ado etishlik yaxshilik. 5 mahal namoz o'qishlik bu eng yaxshilik bu. Yaxshilikni inson bajarishligi namozni to'ks ado qilishligida, zakotni to'lab yuradigan kishi mana bu yaxshilik yo'lida. Va kelishilgan ahdlariga vafo qilguvchilar, ya'ni ahdi paymon qildi. Shunga vafo qilishlik ham yaxshilik. Shuningdek, og'ir va yengil kunlarda sabr qilguvchilar yaxshilik ahlidandir. Og'ir kunda ham, sinov kunda ham, yengil kunda ham nima qildi? Alloh taoloning bergan qismatiga, taqdiriga rozi bo'ldi, sabr qildi. Mana bu yaxshilik. Bir ozgina bir yaxshilikka qo'sa, "Va" deb butun jahonga jar solib, salyutlarni otib, gumara qasr qilib, ichib, chakib, boshqa qilib o'zidan ketib qolmayapti, yoki biror bir qiyinchilik, bir mashaqqat yoki bir musibat yetsa, "Voydot, nima gunoh qildim" deb duoda faryod qilmayapti, balki sabr qilyapti. Mana bu yaxshilik deydi Alloh. Aynan o'shalar iymonlarida sodiqdirlar va aynan o'shalar haqiqiy taqvodordirlar. Mana taqvoning belgisi, haqiqiy sodiqligi Allohga bo'lgan iymonida mustahkam turibdi. Alloh taoloni mana shu hayoti dunyo o'tib oxirat hayoti kutayotganligi uchun unda sodiq turibdi. Agar inson mana shu hayoti dunyodagina har bir ish hal bo'ladi desa, bir odamdan biron bir narsa olsa, shu odam ko'rmay qolsa bo'ldi, bu uchun halol deb hisob qiladi. Lekin Alloh taologa va oxirat kunidagi bo'ladigan so'roq savolni haq ekanligini bilganligidan ana odam teskari qarab turgan bo'lsa ham uni molini olmaydi.
Nega oxirat kunidagi so'roqdan qo'rqadi-da? Mana bu sodiq, mana bu haqiqiy ana o'sha iymonida sodiqligi. Ya'ni oxirat kunidagi bo'ladigan so'roq savoldan Alloh taolani ana o'sha bandani shu narsadan so'rashligi haqidagi so'rovdan qo'rqqanligidan u. Farishtalarga iymon keltirgan. Hech kim ko'rmasa ham ikkita kiroman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Ular har bir amallarini qilgan xatti harakatlarini ikkita kotib to'xtovsiz yozib turganligini biladi ular. Qo'rqadiganlar degani birov hayda qo'lini ko'tarib olsa ham qo'rqadigan emas. Haqiqiy taqvodor qo'rqadigan Allohu taoloning itobidan qo'rqadi, uni azobidan qo'rqadi. Hatto Hazrat Umar roziyallohu anhu shunchalik qo'rqqanlaridan yosh bolalar ham hatto shunday odat qilgan ekanki, ko'chada yurgan bolalar ham bir-birlariga aytishar ekan. Yosh bolalar to'planib turib, hozir mana shu Umarni men yig'lataman der ekan. Yosh bolalar ham. Yig'lata olmaysan desa yig'lataman der ekan. Yosh bolalar ko'chada turib olib, Hazrat Umar roziyallohu anhu ko'chadan kelib qolsalar, bahs qilishar ekan. Men yig'lataman der ekan. Qo'lingdan kelmaydi desa yig'lataman. Qani ko'ringlar, ko'rasizlar der ekan. Hazrat Umar roziyallohu anhu shunday kirib kelsalar ko'chadan, ey amiral mu'minin, ey Umar, Allohdan qo'rqin desa dod deb yig'lar ekanlar. Kichkina yosh bola, ey Umar, Allohdan qo'rqinchi desa, Hazrat Umar dod deb yig'lar ekanlar, cho'kkalab o'tirib qolar ekanlar. Sinib qolar ekanlar-da. Keyin sal o'zlariga kelganlardan keyin yurib ketar ekanlar. Shunda hali bolalar bir-birlariga maqtanar ekan. Ko'rdingmi? Umarni men yig'latdim der ekan. Hazrat Umar roziyallohu anhu ularni qo'lidagi tapanchadan qo'rqmayaptilar. Miltig'idan qo'rqmayaptilar. Allohdan bo'lgan qo'rqinchdan qo'rqyaptilar. Mana bu muttaqillik. Ana o'sha Allohga bo'lgan iymon shu darajaga yetkazdi. Allohdan bo'lgan qo'rqinch mana shunday, ya'ni Alloh taoloning azobidan, Alloh taoloning itobidan, Alloh taolo u bandani kuzatib turishligidan qo'rqishlik mana shunday bo'ladi. Bo'lmasa yosh boladan tur anaqa yo'qol deb qulog'ini tagiga bir qo'yib yuborsa ketadigan narsa. Lekin Hazrat Umar roziyallohu anhu ga ana o'sha gapni ta'siri, Allohdan bo'lgan qo'rqinch cho'kkalatib qo'ydi. Qo'rqib ketdilar. Sinib qolardilar, cho'kib qolardilar. O'tirib qolib, sal o'zlaridan quvvat hosil qilganlardan keyin yurib ketar ekanlar. Bolalar aytar ekan, mana ko'rdinglarmi, men Umarni yig'latdim der ekan. Demak, insondagi haqiqiy taqvodorlik mana Allohga bo'lgan, ana o'sha oxirat kuniga bo'lgan ishonch, farishtalariga bo'lgan va uni payg'ambarlariga, uni ilohiy kitoblariga bo'lgan iymoni bilan ana o'sha taqvodorlik hosil bo'ladi. Mana shu narsalar Allohning nazdida bandalari uchun yaxshilik bo'ladi. Mana shu yaxshilik o'zi aslida. Tepasiga balo kelib tursa-yu, Allohning sinovi kelsa-yu, o'zini yig'ishtirib olmasa u yaxshilik emas. Balki mana shunday sinovlar kelganda Alloh taolo aytadiki, og'irlik va yengillik kelgan vaqtlarida sabr qilguvchilar, ya'ni qanoat qilguvchilar bu Allohning imtihonida, Allohning sinovida deb unga taslim bo'lishligi bu ana u yaxshilik bu deydi Alloh. Mana bu taqvodorlarning sifati. Hazrat Sufyon Savriy rahmatullohi alayhi mana shu oyat karimani o'qib turib aytar ekanlarki, yaxshiligini hamma turi mana shu oyatdadir degan ekanlar. Yaxshiligini hamma turi shu oyat karimada mujassamdir degan ekanlar. Ibn Kasir rahmatullohi alayh mana shu oyat borasida aytgan ekanlarki, kim agar shu oyat bilan sifatlansa, mana shu birgina oyat, Baqara surasining 177-oyatidagi aytilgan sifatlar bilan sifatlansa, demak u inson unga, ya'ni mana shu oyatga amal qilibdi va shu oyatga agar amal qiladigan bo'lsa, islomning barcha sohalariga kiribdi va yaxshiligini boshidan tutibdi deb marhamat qilgan ekanlar. Islomning hamma amallarini ado qilibdi va yaxshiligini boshidan tutibdi. Kim agar shu oyatda keltirilgan sifatlar bilan sifatlansa deb Hazrat Ibn Kasir rahmatullohi alayhi marhamat qilgan ekanlar. Hazrati Abu Zar al-G'iforiy radhiyallohu anhu buyuk sahobalardan Payg'ambar alayhissalatu vassalomdan iymon nima deb so'ragan ekanlar. Iymon o'zi nima bu? Iymon deganda biz nimani tushunishimiz kerak deb so'raganlarida Hazrat Payg'ambar alayhissalatu vassalom aynan mana shu yuqoridagi Baqara surasining 177-oyatini o'qib bergan ekanlar. Iymon shu degan ekanlar. Ey Allohning rasuli, sizdan iymon haqida so'rayapman. Sizlar yana qaytadan o'qib bergan ekanlar. Mana shu iymon degan ekanlar.
Iymon shu o'zi aslida. Allohga iymon keltirishliging, farishtalariga, oxirat kuniga, uni kitoblariga, payg'ambarlariga iymon keltirishliging mana shu haqiqiy iymon deb ketidagi aytilgan yaxshiliklarni ham bayon qilib payg'ambar alayhisolatu vasallam tilovat qilib o'qib bergan ekanlar. Mana bu oyat karimada Alloh taologa, oxirat kuniga, ya'ni inson qalbi bilan bajaradigan e'tiqod masalalari ham jam qilingan. Ya'ni inson ishonishligi, nimaga iymon keltirishligi haqida ham Alloh taolo mana shu oyatda buni kirgizgan. Va ikkinchisida Alloh subhanahu va taolo unga bergan mol va dunyodan infoq ihson qilishligini yaxshilik deb atagan. Avvalida uni e'tiqodiga, ya'ni qalbiga taalluqli bo'lgan masalani, ya'ni nimaga ishonish kerak desa, devlardan emas, jinlardan emas, yoki haligi har xil majusiylarning o'tidan emas, quyoshdan, sigirdan emas, balki qo'rqish, iymon, ishonch nimaga bo'lishi kerak bo'lsa, qalbidagi bo'lgan, qalb bilan bajariladigan, qalbga taalluqli bo'lgan masalaning, e'tiqodiy masalani ham Alloh birinchi keltirgan. Alloh taologa, uni farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlariga iymon keltirishligini Alloh taolo iymon deb atagan. Ikkinchisida infoq ihson, ya'ni Alloh bergan mol va dunyodan qarindosh urug'lari, yetim yesir va unga loyiq bo'lgan insonlarga infoq ihson qilishligini yaxshilik dedi. Demak, insonga berilgan mol va dunyodan ko'zlangan maqsad, hammamiz aytaylik, yoshligimizda o'tkazganmiz, puldan uzoq bo'lgan, ya'ni qo'limizga pul tushmagan vaqtida qanday uzun orzu umidlarni qilganmiz. Mol va dunyom bo'lsa, qani deb birovga yaxshilik qilsam, qarindoshlarimizga, qavmi qarindoshimiz bo'lsin yoki yetim yesir bo'lsin, qo'ni qo'shnilar bo'lsin, orzu umidlar o'ziga yetarli bo'lgan. Lekin ba'zida inson shu maqomlarga yetyapti-yu, haligi amallarga, ko'zda tutilgan amallar qolib ketyapti-yu, molni ko'paytirish bilan ovora bo'lib qolinyapti. O'zi aslida molni ko'paytirishdan maqsad qaniydi ko'p bo'lsa, ko'p infoq qilsam. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning qo'llarida pul turmagan. Eng boy kim bo'lsa, payg'ambar alayhisolatu vasallam bo'lganlar. Lekin boylik ushab turib haligi reytingini oshirishda emas ekanda. Buni hozirgi kundagi mablag'i falon milliard so'mga yetadi yoki dollarga yetadi deb o'lchamagan ekanda. Payg'ambar alayhisolatu vasallam boy bo'lganlar, behojat bo'lganlar. Kelgan tushini beraverganlar, kelgan narsani beraverganlar. Qo'llarida pul turmagan. Shunday o'lchalar, shunday katta-katta mol dunyo kelgan, palonchiga ber, pisonchiga ber, unga ber, bunga ber. Mana shu bilan, ya'ni mol dunyodan ko'zlangan maqsadlari ana o'sha qo'llarda turish, ushab turishlik emas, balki uni infoq qilishlik bilan bo'lgan. Demak, hozirgi kundagi ana o'sha mol davlatga ega bo'lgan insonlardan mana shu mol dunyoga nisbatan qiladigan ularning amallari shu bo'lsinki, ko'paytirdim. Endi oxiratga ham buray endi buni arig'ini. Faqat masalan bu yo'nalishga urdi, bir yo'nalishini endi sadaqai joriya qilib oxiratga ham burib qo'yish kerak endi. Bir irmog'ini. U tijoratga tiqdik, bunisiga tiqdik, bunisidan ham kelib turibdi, bunisidan ham kelib turibdi. Endi uni ketadigan yo'lini ham urib qo'yaylik-da. Bir irmog'ini oxiratimizga jo'natib qo'yaylik. Ahsin kama ahsanallohu ilayk. Alloh sizga ko'p yo'llar bilan yaxshilik qilyaptimi? Siz ham endi yaxshilik yo'lini tuzib qo'ying. Uni taraddudini ko'rib qo'ying, uni burib qo'ying. Oxiratingizga olib borib siz joylab tursin, u kutadigan bo'lsin. Mana shu dunyoda qoladi, bu dunyo uchun sarf qilingani. Oxiratga sarf qilingani sizni kutib oladi. Bu dunyoda bir shaharda bitta domingiz bo'lsa, shaharning shal chetidan bir uchastka qiladigan bo'lsangiz, o'sha yerga borishingizni bilib erta obod qilasiz. Bet buziladigan bo'lib qoldi desa, g'iz etib o'sha yerga borishingizni bilib turib erta obod qilasiz. Bilamiz, ertadan keyin 70-80 ga kirgandan keyin o'lishimiz bilamiz. Bizni o'sha qabr kutadi, oxirat maydoni kutadi. Ana endi oxirat qasrimizni ham bino qilib qo'ylaydi. O'zimiz qurgan uyga o'zimiz kiramiz, birov kirmaydi. Bizni uyimizni birov qurib bermaydi. Har kim o'zi qurgan uyga o'zi egalik qiladi. U uy nima? U amali solih. Ya'ni Alloh bergan mana shu dunyodagi bergan imkoniyat bilan oxiratga jo'natish. Alloh taolo Qur'oni Karimda va qaddimu li anfusikum degan. Ya'ni yaxshiliklaringizni oxiratingizga muqaddam qilib jo'natib turing. Pochta orqali jo'natib turing. Ya'ni uni yo'li nima desa, qanaqa qilib jo'nataman? Borib qabrga tiqib kelmaysiz uni. Oxiratga jo'natish yo'lini ulamolar aytdilarki, bir insonga bir yaxshilik yo'lini ochib qo'yganligi Alloh taolo tomonidan o'sha yaxshilikni oxiratga jo'natib berishlik foizi debdilar.
pochta. Alloh sizga bir imkon berdi, qo'lingizda bir imkon bor. O'sha infoq qilishlik yoki 2 rakat namoz o'qishlik. Go'yoki Alloh subhanahu va taolo bandam tayyorgarligingni ko'rgan, imkon bor. Ber, oxiratingga jo'nataman. Ber, qil, ado qil, jo'nataman. Go'yoki inson amal qilyapti oxiratga va qaddimu li anfusikum. Ya'ni inson o'ziga shu dunyoda turib oxirati uchun ulushini jo'natyapti. Ertadan keyin ular qabrdan bunday yostab uyatmaydi, balki qasr bo'lib bino bo'ladi. Bizni kutib oluvchi qasr bo'lib bizga peshvoz chiqadi. Har bir qilingan amal. Uchinchisi, mazkur oyatda Alloh subhanahu va taolo yaxshilik bobida namoz o'qishlikka targ'ib qilyapti. Namozni insonlar uchun yaxshilik ekanligini bayon qilib, Alloh yaxshiligini sirasiga kirgizdi. Yaxshilik deganda bu namoz o'qish, namozni to'kis ado qilish deb Alloh bayon qildi. Nega? Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Payg'ambar alayhisolatu vassalam rahmat qildilarki, qiyomat kuni banda amallari ichidan eng birinchi hisob qilinadigan narsasi uning namozi bo'ladi. Birinchi bo'lib hisob qilinadigan narsa, "Xo'p, bo'ying necha edi" demaydi. Uying qanaqa edi deyilmaydi. Kim edi tanishing qani? Birorta bir tanishing biror sudga borsangiz, shu dunyoda masalan, biror bir sudga yoki ishingiz chiqib qolsa, kimning orqasidan keldingiz deydigan odam bo'lmaydi yerda. Tanish bilingiz kim edi? Martabangiz qanaqa edi? Nima lavozimda ishlagansiz deyilmaydi yerda. Insonni birinchi so'raydigan narsasi uni rang ro'yi emas. Birinchi narsasi payg'ambar alayhisalom uni namozdan so'raladi deyaptilar. O namozing qani dedilar ekan, qarang. Insonga Alloh taoloning qilgan ibodati, ya'ni eng muhim qilgan ibodatidan ulug'ligi ham ana o'sha namoz haqida. Namozing qani? Qani namozing qanday deb so'rar ekan. Agar namozi to'g'ri bo'lsa, ya'ni to'g'ri uni ado qilgan bo'lsa, aniq yutuqqa erishibdi, najot topibdi. Bandaning namozidan so'raldi. Qarasa 5 mahal namozi to'la to'kis, ado qilgan, namozini bajarib kelgan, 5 mahal namozini ado qilib kelgan. Namozi yaxshimi? Payg'ambar alayhisalom aytibdilarki, demak u najot topibdi. U yutuqqa erishibdi degan ekanlar. Agar debdilar namozi fosid bo'lsa, chala-chulpa bo'lsa, bir o'qib, bir o'qimasa, qazo qilib yuraveradi, tashab qo'ygan, beparvo bo'lgan, namozlarda nuqson bor, kamchiligi bor. Dunyo ishlarini zo'r qilib, mashinasini minishlik uchun tirik desa, o'sha bo'litini qotirib qo'yish esiga keladi-yu, namozdagi bitta at-tahiyotni ham yo'llashlik esiga kelmaydi. Bu ham qusur hisoblanadi. Namozni chala-chulpa degani at-tahiyotni to'g'ri ayta olmaydi. Bu vaholanki vojib hisoblanadi. Qunut duosidagi, qunut vitrdagi qunut duosi, bu ham vojib amal hisoblanadi. Salovatni to'g'ri ayta olmaydi. Ruku sajdalari bukilgan holatda, qiroatlari haligindek o'zbekcha yodlangan. U namoz qanday qilib inson uchun najot bo'lsin? Allohning nazdidagi haqiqiy najot berguvchi, nusrat berguvchi namoz inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar. U namoz chala-chulpa, onda sonda o'qilgan namoz emas. Ana o'sha mukammal o'qilgan namoz insonni fahshdan to'sadi, gunohdan to'sadi. Uning uchun ana o'sha namozni mukammal ado qilishi kerak. Agar namoz fosid bo'lsa deyaptilar. Fosid degani buzuq namoz. Namozni o'qiradi. Ko'p biz mana o'sha jamoatga kelgan namozxonlarimizga aytamiz. Namoz 1000 ta odam bir xil hozir juma namozi o'qiydi, 1000 xil ulush bilan chiqib ketadi. 1000 xil ulush bilan chiqadi, qarang. Oldimizda turgan odam bilan biz o'qiyotgan namozimiz o'rtasida osmon bilan yercha farq bor. O'ylamaylik, hammamiz jumani o'qib chiqdik. Qaysi bittamizniki qabul bo'ldi? Qaysi bittamizniki nuqsonli bo'ldi? Qaysi bittamiz ko'p ajr savob bilan chiqib ketdik? Qaysi bittamiz gunoh orttirib chiqib ketdik? Alloh asrasin. Qarang. Payg'ambar alayhisolatu vassalam agar kimning namozi fosid bo'lsa, demak u halok bo'pti deyaptilar. U fosid bo'lgan bo'lsa, shubhasiz noumid bo'pti, u yutqizibdi degan ekanlar. Yutqizdi inson endi. Demak, Alloh subhanahu va taoloning yuqoridagi aytilgan oyat karimasidagi yaxshilik sirasiga kirgan namoz shunchalik muhim ekanda. Yaxshilik deganimizda, men yaxshilik qilurman. Ha, nima qilyapsan? Mazza qilib, chet-chet yuribman. Yaxshilik unda emas ekanda. Yaxshilikdan ko'zlangan maqsadni Alloh taolo bayon qildi. Ya'ni yaxshilik sirasiga bu oyat karimada 4-bo'lib
Alloh subhanahu va taolo zakotga targ'ib qildi. Ya'ni Alloh bergan u bandani kambag'allar safidan behojat qilib chiqardi. Alloh unga boylik ato qildi. Uni behojat qilib mol dunyo berib qo'ydi. Ya'ni bandam senga 40 ni berdim. O bandam senga 40 million berdim, ha? Shu 1 millionni bera olmaysanmi? Lekin shu kir hisoblanadi. Ana kambag'allarning haqqi bo'ladi. Senga 40 ni berib qo'yganman desa, o'zim ishlab topganman u deyapti-da. Qanaqa qilib beraman? Yo'q deyapti. Ber, mana 40 ni berganman-ku senga desa, yo'q deyapti. Endi ana 40 milliardi bor odamlarning ko'zi chiqib ketadi-da, o'sha joni ham bilan chiqadi o'sha pul bilan. Chunki jigarga aylanib bo'lganda pul. Vaholanki u tug'ilgan vaqtida hech qaysi bir odam qo'ltig'iga pochka dollar bilan tug'ilmagan edi. Qip yalang'och, hech narsasi yurgagi ham yo'q edi. Ketishi ham xuddi shunday. Lekin o'zim topdim deyapti-da. Ko'zi insonni shunday och bo'lganidan, yo'q o'zimniki deyapti-da. Alloh ana o'sha zakotni ham yaxshilik deyapti. Boylik safiga qo'shdimmi, ber endi birini deyapti Alloh. Zakot berganlar yaxshilikda deyapti Alloh. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom muborak hadislarda bu borada Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda marhamat qilgan ekanlarki, "Iza adayta zakata malika faqad qadayta ma alayka" deb marhamat qilgan ekanlar. Qachon mollaringizni agar zakotini ado qilsangiz, albatta zimmangizdagi burchni bajaribsiz. Vazifani bajaribsiz degan ekanlar. Ana o'sha zakotni bajardingizmi? Ado qildingizmi 40 dan birini? Nisobga yetgan pulni berdingizmi? Demak, siz zimmangizdagi burchni vazifani bajardingiz degan ekanlar. 5-chi, mana bu oyat karimadagi yaxshilik shuki, va'daga vafo qilish. Va'daga vafo qilishlik bu eng baxt hisoblanadi. Eng yaxshiligini afzali hisoblanadi. Ahdi paymon insonni o'zi saraga ajratib qo'yadigan, elakdan o'tkazib qo'yadigan narsada shu va'dani o'zi. Insonlar va'dani poymol qilganlaridan birovga xiyonat qilyapti. Insonlar va'daga xilof qilganligidan pora olyapti. Va'daga xilof qilganligidan gunoh sodir qilyapti. Sudxo'rlik qiladi yoki ichadi yoki boshqa qiladi. Ana o'sha Alloh taologa bergan va'dasi avvalo. Inson o'ylamasin, odamga bergan va'dasini ustida turma. Yo'q, biz avvalo la ilaha illalloh deb iymon keltirganmiz. Biz birinchi Allohga va'da berganmiz. O al-misoqda yo'q berib bo'lganmiz bu va'dani. Va'damizga sodiqlik o'ylamaylik, faqatgina birovdan bitta bir pachka pul ushlab tursam, keyin qaytarib bersam. Yo'q, biz avvalo Allohga va'da berishdik. Buni oldida katta inson so'raladi. Ya'ni Allohga men haqiqiy seni bandangman, sen Robbimsan ya Robbi. Biz va'da berib bo'lganmiz. Mana shu va'dada sodiq turishlik eng asosiysi. Alloh Qur'onda astag'firullah vallazina hum li amanatihim va ahdihim ra'un degan. Ular shunday mu'minlarki, odamlarni bergan omonatlariga hatto nima qiladi? O'zaro ahdi paymonlariga rioya qilguvchilardir deb Alloh taolo haqiqiy mu'minlarni najot topganligini mana shunday bayon qiladi. Demak, yaxshilik borasida, ya'ni oyat karimadan musulmon odam uchun ko'zlangan yaxshilik mana shular. E'tiqodiy, uni jismoniy, uni ruhiy, uni moliyaviy qilgan ibodatlari ana o'sha yaxshilik borasiga kiradi. Yaxshilikning sirasiga kiradi. Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom marhamat qilib aytgan ekanlarki, agar sizlar o'zlaringiz tomoningizdan menga 6 ta narsa haqida kafolat bersangiz, men sizlarni jannatga kirishingizga kafolat beraman degan ekanlar. Sizlar o'zingizlar birovlardan emas, o'z tomoningizdan 6 ta narsaga kafolat beringlar, shunda sodiq turinglar. Men sizlarni albatta jannatga kirishingizga men kafolat beraman degan ekanlar. Birinchisi debdilar, gapirganda rost gapirish. Bu shuni o'zi hamma odamni u yoqli, bu yoqli qilib tashlaydi-da. Hatto odamlar savdoda yolg'on gapirishlik odatiy hol. Yaxshisi deb gapirishlik go'yoki shunchaki gap bo'lib qoldi-da. O yaxshisimi bu? O'sha sifatlisimi? Mana shunday muddatgacha sinasa o'taydiganimi desa, ha deyaptimi? Aslida o'sha sifatga ega emasmi? Shu odam yolg'on gapirdi. Lekin tijoratchini oldida shu gap oddiy gap bo'lib qoldi. Shu yolg'on oddiy gap bo'lib qoldi. Xaridorning oldidagi gap so'zlar, u ani savdogarga 1000 bir va'dalarni berib, 1000 bir yolg'onlarni to'qib borib, o'zini kambag'al qilib ko'rsatib, ha endi shuni demasang bermaydi deb aldayapti. Savdogar qanaqa aldab gunohkor bo'lsa, mana xaridor ham yolg'on to'qib savdogarni aldadimi, bu ham gunohda bir xil. O'zini nochor ko'rsatib, payg'ambar alayhissalatu vassalom sotishda ham, olishda ham keng fe'l bilganlarga Alloh rahmat qilsin deganlar. Alloh rahmatini yog'dirsin deganlar.
Ha, savdogardan yaxshilikni kutayotgan odam, xaridor ham agar yaxshilik sohibi bo'lsa, savdogarga yaxshilik qilsin. Shunday odamlar bo'ladi, savdogarlar hammasi ham boy emas. Oldiga qo'yib olgan narsani bunda qarasangiz, kunini zo'rg'a o'tkazadigan savdogarlar bor. Kunini kulligini olib sotadigan savdogarlar bor. Shu ozgina 10 ming, 20 ming qolsa bolamga non olib kiraman deydiganlar bor. Uni pastga urib, yerga urib, yer bilan bitta qilib olgan narxidan ham pastga urishingiz endi bu keng fe'llik emas-da endi. Sal o'tib berish, aytganiga sotish, sal ko'tarib yordam bo'lsin deb berish, bu ham ana o'sha keng fe'llik hisoblanadi xaridor tomonidan. Demak, birinchisi inson tomonidan rost gapirishlik. O'zi inson rost gapirishlikka sodiq bo'lsa, mana shunda men sodiq turaman deb tursa, payg'ambar alayhisolatu vasallam jannatni kafolatini beryaptilar. Bu birinchi sifati. Ikkinchisi esa va'da berganda vafo qilinglar. Kim agar va'da berdimi, falon joyda pistonchi vaqtda ko'rishamiz dedimi, o'sha va'dasiga muvofiq o'sha yerda turibdimi, o'sha soatda, demak u va'dasini bajaryapti. Aytib qo'yaylik, kim 1 soatdan keyin boraman deb va'daga xilof qilindi. Berilgan narsani oldi, qaytarib berish uchun, ya'ni uchinchisi omonat, berilgan omonatga xilof qilmasanglar. Berilgan narsani olishga oladi, qaytarib berishga endi cho'zaveradi. Qarz ham omonat hisoblanadi. Beraman deb oldingizmi? Avval so'ramang. Beraman, qarzga berib turgan deb 1 so'm oldingizmi? Endi uni omonat qaytaring endi. Qarz so'raydiganlarning niyati buzuq bo'lganligidan to'la olmaydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam kim agar qarz so'raganda birovning molini talofat yetkazishlik uchun qarz olsa, Alloh taolo uni o'ziga talofat yetkazadi. O'sha qarz olgan odamni o'ziga talofat yetkazadi. Chunki olayotganda niyati buzuq bo'ladi-da, shundan men qaytib beraman. Oladi deb qo'yadi. Oladi deb qo'yadi. Bila olayotgan vaqtida yo'q niyati buzuq bo'ladi-da, qarzini so'raganda, "Yo'q" deydi, "bozor bo'lmayapti" deydi. "Pulim yo'q, hozir berishga" deydi. O'lguncha ham puli bo'lmaydi uni. Nega? Chunki olayotganda niyati buzuq bo'lgan. Kim agar qarz olayotganda, biron bir narsani olayotganda uni to'lab berishlik maqsadida olsa, Alloh taolo unga ko'mak beradi. Unga yordam beradi. "Ey birodarim, o'zidan orttirib menga shu qarzini berdi-ya. Alloh o'zing menga molimga baraka bergan, o'zing kushoyish bergan, ishimga rivoj bergan. Eson men shu omonatdan qutulay, qarzimdan qutulay deb niyat qilyapti, Alloh unga yordam beradi." Hatto sahobalar qarang. Sahoba ikromlar o'zlarida pul bo'la turib, qarzni shu ma'noda olar ekan. Bitta qarz olishlikning niyati shu bo'lar ekanki, qarz olsam, qarz olayotgan vaqtimda Alloh taolodan, "Ya Robbi, shu qarzni to'lashlik uchun menga imkon bergin" desam, Alloh taolo shu pulga o'zi meni muyassar qilib to'lashlikka o'zi yordam beradi deb qarz olar ekan. Ko'ryapsizmi? Qarz o'zi bor moli dunyosi, lekin bir ish qiladigan bo'lib qoldi, qarz olar ekan. Nima maqsadda olar ekan desa, Alloh taolo shu topib turganimdan ko'ra ko'proq topishligimga Alloh imkon beradi deb olar ekan. Biznikilar kasod qilishlik uchun oladi. Palonchidan olsam, paloncha beradi. Bunisi ko'proq, bundan $1000 so'rayman, anondan 500 so'rayman. Ikkalasini ham, uchalasini ham uxlatib yuboraman deydi. Bu o'lguncha talofatga yetadi. 1-2 bo'lmay o'lib ketadi. Tan qiyomatda keyin uni to'lash uchun gardaniga qarzni yuklab ketadi. Alloh asrasin. Uchinchisi nima ekan? Payg'ambar alayhisalom aytdilarki, omonat olinsa uni to'lab berishlikka, uni salomat qaytaringlar dedilar. Va to'rtinchisi, o'zingizlarni aytaylik o'sha shahvoniy hirsinglarni tiyinglar dedilar. Kim o'sha shahvoniy hirsini tiyishlikka kafolat bersa, unga jannatni kafolatini beraman. Va beshinchisi, kimiki agar ko'zini nojo'ya xatti harakatdan, nomahramlardan tiysa, faqatgina o'sha nomahram erkaklar, nomahram ayollar emas, nomahram ayollar, nomahram erkaklardan ham tiyish kerak. Bu faqat bu oyat, bu buyruq erkaklarning o'ziga emas. Ayollarda shunaqa sifat bor ekanda, yarim yalang'och kiyinib olar ekanda, ko'rganda o'ziga deb ketaverar ekan. Yo'q, bu gunohkor bo'lyapti o'zi aslida. Qaragan o'zi biladi, o'ziga gunoh bo'ladi. O inson sen tufayli gunohkor bo'lyapti. Bu ayol, hatto Hazrat Payg'ambar alayhisolatu vasallamning huzurlarida ayollari o'tiribdi. Abdulloh ibn Ummu Maktum radhiyallohu anhu ko'zlari ojiz kirib keldilar. Ayollar indamay o'tirishibdi, qarab. Ummu Maktum keldi, ko'zi ojiz. Payg'ambar alayhisolom ko'zingni tiy dedilar. Ayollarga ishora qildi, ko'zingni tiy dedilar. Ha, bu bunday ishora qilib ko'zi ko'rmaydi-ku dedilar. Ha, buni ko'zi ko'rmasa, seni ko'zing ko'rib turibdi-ku. Ha, bu nomahram senga bor anaqa chiq dedilar. Ko'rdingizmi?
bu ko'zi ko'r, bu qari chol demang. Siz uni ko'ziga ko'rmasangiz, siz uni ko'rib turibsiz. Ya'ni ayollarga ham ta'loli ekan bu. Ayollar, erkaklar bizga qaraydi. Qaraydigan bo'lgandan keyin qaraydi-da. Avvalo o'zini tiyish kerak. Ayollar ham o'sha aytaylik, nomahram erkaklarga qarash kerak emas. Va 6-inchisi, qo'lingizni zulmdan tiying. Ya'ni qo'lingizda birov siz orqali zulm ko'rmasin. Qo'l bilan urish hozir bir eski zamonda qolib ketdi. Qo'liga biror bir tayoqni olib, birovni beliga bir urish, ota bobomizda qolib ketdi. Hozir yolg'on degasim, siz palonchisiz deb yozib bersiz bo'ldi. Shuni o'zi katta zulm. 10 yilga ketyapti-yu haliga bechora. Shu zulm o'zi mana shu. Palonchi pistondaqa deb yozib bersa, shu guvohlik bersa, shu qo'li bilan qilayotgan zulm hisoblanadi, o'ylamasin. Yolg'on guvohlik berish. Zulm deganda hozir shart emas. Quvaldan olib beliga urish. Bu odam yolg'onchi, yo bo'lmasa mendan pul olib deb yolg'onda kasm guvohlik berib, ustidan yozib bersa, bechora 10 yilga qamalib ketyapti. Mana shu ham zulm hisoblanadi. Nohaq payg'ambar alayhisolatu vasallam kim agar bir nohaq ishni ustida yolg'on guvohlik bersa, guvohlik bergan joyidan bir qadamini ko'tarmasdan Alloh taolo unga jahannamni vojib qiladi dedilar. Jahannamni vojib qiladi. Nega desa yolg'on guvohlik beryapti-da. Bu odam kelib meni mashinamni urdi. Vaholanki orqa bilan o'zi to'xtab oldi. Ataylab to'xtadi. Shunaqalar bo'lar ekanda, o'zi mashinasi pachoq, yangi kelayotgan inomarkaga to'xtab berar ekan. Qiyq to'xtasa, haligi mashina kelib ursa, siz meni mashinamni urdingiz, orqada urgan aybdor, mashinamni to'lab bering. Bu haqlara yaxshi ham qiyomat borda. Yaxshi ham Allohni ana o'sha mazlumlar payg'ambar alayhisolatu vassalom Alloh subhanahu va taologa ana o'sha qiyomat kunida shunday xitob bo'lar ekanki, ya Robbi, sen kim bilansan derkan. Kim bilansan desa, Alloh subhanahu va taolo aytar ekanki, toki mazlumlar o'z haqlariga ega bo'lguncha men mazlumlar tarafidaman derkan. Alloh taolo mazlumlarning haqqini olib beradi. Mazlum ana o'sha nohaq zulm ko'rgan. Nohaq birovdan kalta yegan, nohaq pulini to'lab bergan, nohaq birovni yozuv deb qamalib ketgan. Qiyomat kunida ana o'sha mazlumlar tomon bo'ladi. Ya'ni mazlumning haqqini ana o'sha zolimdan olib beriladi. Yana bir hadislarida qiyomat kunida har bir haq o'z egasiga olib beriladi, hattoki shoxsiz qo'yning haqqi shoxli qo'ydan olib beriladi. Bir katakda turib, ikkita qo'y suzishyapti, shoxli qo'y, ali shoxsiz qo'yni suzyapti. Ana o'sha shoxi yo'qligidan suzolmadi, bechoraning qoni og'ridi, mayib bo'ldi. Qiyomat kunida hattoki o'sha nochor qolgan mazlum shoxsiz qo'yni haqqi ana o'sha shoxli qo'ydan olib beriladi. Nima deyiladi? Ey shoxsiz qo'y, suz uni ham deydi. Bittagi ana o'sha aqlsiz bo'lgan hayvonning haqqi olib berilgandan keyin butun hayotni barbod qilgan, insonning umrini hazon qilib 10 yil qamoqda chiritib yuborgan inson uchun qilingan zulm shunday qolib ketadi deymizmi? Bu haqlari bular albatta olib beriladi. Alloh asrasin. Azizlar, mana bu oyat karima juda ham muhim edi, juda ham ma'lumotlarimiz juda ham ko'p edi. Vaqtimiz nihoyasiga yetgan. Biz bugun xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Alloh taoloni birgina oyat karima haqida qisqagina Alloh bergan bir ilmdan bir yetkazgan bo'ldik. Bu ham bo'lsa Baqara surasini 177-oyatda Alloh taolo bandalariga nima yaxshilik ekanligini bayon qilgan. Mana shuni tafsiri bilan inshaalloh tanishgan bo'ldik. Alloh taolo hammalarimizni bu oyat karimalarga hayoti dunyoda qo'limizdan kelgancha iymon bilan, ihson bilan, haqiqiy bir ixlos bilan amal qilib borishligimizda Alloh barchamizga nusrat bersin va amali nini ham Alloh taolo shu dunyoda ham va oxiratda esa kalomini shafoatidan ham Alloh hammalarimizni o'zi bahramand eylasin. Subhanakallohumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk. Amin. Ya Robbi, sendan yo'lvarib so'raymiz. Yaxshiligini bayon qilsan. Parvardigor, bizlarni haqiqiy o'zingning nazdingdagi yaxshiliklarga muvaffaq qilgin. Hal jazaul ihsani illa al ihsan. Yaxshilikning mukofoti albatta yaxshilik debsan Parvardigor. Avvalo iymon yaxshilik, solih amal yaxshilik. Buni mukofoti o'zingda rizoliging. Parvardigor, fazli karaming bilan bizlardan rozi bo'lgin. Amallari va ibodatlarimizni qabul aylagin. Xato, kamchilikka, nuqsonga yo'l qo'yayotgan bo'lsak kechirgin Parvardigor. Huzuringa salomat iymon bilan, yorug' yuz bilan borishligimizga Alloh hammalarimizni muvaffaq qilgin. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya Arhamar Rahimin.